BYD kompaniyasidan yangi maxluq BYD Shark 6 avtomobil bo'ladi. Buni eshak deb bo'lmaydi-yu, lekin pikaplar ichida kichkinaroq bo'lgan eshakcha desam ham bo'ladi. Bu avtomobilda kulchovoy dostуп 360 gradusli kamera, jami 5 ta kamera bilan jihozlangan bo'lib, o'rta holatda pikaplarda ikki xil eshikda keladi. Paltarashka deydi yoki uzuni. Bu o'rtacha ekan, uzun ham emas, kalta ham emas. Bunaqa hisobda mana bir kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. Bo'yi uzun odamlarga sal oyoq tegib qolishi mumkin ekan. Hop, pikap avtomobil 18-razmerda diska balonlar bilan jihozlangan. Xuddi mana shunaqa tartibda ochiladi va ko'rishingiz mumkin, o'zini ichida bundaqa chiqadi. Oyog'ingiz bilan bemalol chiqish uchun yana qaytarib yopib qo'ysa bo'lar ekan. Avtomobil 1.5 turbo motor bilan jihozlangan va gibrid hisoblanadi. Ayrim Xitoy mashinlarida, imенно BYDda ham Xitoy avtomobillarini gibridida ko'pchilik biladi. Faqat tokka tiqib zaryad qilasiz. Buni xuddi mana yaponskiy gibridlarda motordan ham o'zi tok olish xususiyatiga ega ekan. Sensorlar mavjud. Endi mana ichiga o'tirib bir qisqacha tushuntirib beraman. Buyoqda mana head-up displeylar mavjud ekan. Xuddi ko'rib turganingizdek, boshqa pikaplardan farqi mana shu monitorlarida, ko'p pikaplarda endi monitor chiqa boshladi. Mana rulida ham ko'rib turganingizdek, barcha kerakli bo'lgan funksiyalar mavjud. Bu yoqda mana 2,5 tonnagacha bo'lgan og'irlikdagi yuklarni yo avtomobillarni bemalol tortishga moslashtirilgan ekan. Lekin avtomobilda ichi juda ham unaqangi katta bahaybat emas. Mana bemalol masalan qo'lim tegib turibdi. Mana Ram, Silverado, GMC shu kabi avtomobillarni pikaplarida o'zingiz bilasiz, qo'lingiz uncha-munchaga yetishi qiyin bo'ladi, sababi juda ham enli. Bu xuddi Song Plus bilan deyarli bir xil 5 kishilik. Mana kojalari perforatsiya kojadan qizil qilib kombinatsiyada ishlangan, lyuk yo'q. Besprovodnoy zaryadkasi ham mavjud ekan. Ko'rib turganingizdek, mana pikap avtomobillaridan deyarli farqi yo'q. Radar ham bor ekan, LED faralar. BYD Shark 6 avtomobil yoqqan bo'lsa, Song Pluslar tez sotib, avtomobilni tez orada O'zbekistonga kirishini kutib qolamiz. Balandligiga keladigan bo'lsangiz, avtomobil juda ham baland emas. Taqqoslashingiz uchun mana oldida Song Plus turibdi. Shu bilan taqqoslaganda nisbatan balandroq, lekin boshqa pikaplarga mana Ram, Silverado, GMC'larga nisbatan mashina pastroq.